Assalomu alaykum. Davronov Faktor kanaliga xush kelibsiz. O'qlar, bombalar, neft va oltin. Bu 4 ta so'zdan Muammar Kaddafi hikoyasi yaratilgan. Goh jinni, goh payg'ambar deb atalgan odamni. Ba'zilar uchun zolim, boshqalar uchun g'arbni yuziga tupurgan yagona arab. U cho'lda benzin suvdan arzon bo'lgan, ta'lim va tibbiyot bepul bo'lgan davlatni yaratdi. Har bir liviyalik esa neftdan ulush olardi. Va shunga qaramay bu odam keyinchalik kameralar ostida tilka pora qilingan. Nima uchun? Chunki u asosiy tabuni, g'arbni pullari va hokimiyatga tegishga jur'at qildi. U Afrikani mustaqil qilishni, oltin valyutasini joriy qilishni, neft taxtidan dollarni olib tashlashni xohladi. Va shundan keyin uni taqdiri hal bo'ldi. O'zi Muammar Kaddafi kim? Diktatormi yoki oxirgi mustaqil lider? Nega u shafqatsiz o'ldirildi? Ushbu videoni oxirigacha ko'rib, bu savollarga javob topasiz. Cho'l, badaviylar chodiri, qashshoq oila, atrofda Britaniya koloniyalari, mamlakatda qo'g'irchoq qirol, osmonda Amerika samolyotlari, oyoq ostida esa liviyaliklar emas, begonalar qazib olayotgan neft. Shunda Muammar ismli bola oddiy haqiqatni anglab yetdi. Hurmat qilishlarini istasang, avval eshikni sindirib kir, keyin o'z uyingni qur. U ulg'aydi, harbiy bo'ldi. Atrofida o'z jamoasini to'pladi va bir kechada butun tizimni ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Inqilobsiz, mitingsiz, shunchaki qurolni olib tashlab nuqta qo'ydi. Shunday qilib, cho'ldan chiqqan yigit ilgari hokimiyat jondan ham aziz bo'lgan mamlakatni bosib oldi. Va o'sha davrda hokimiyat, neft, ideallar xavfli kokteyl bo'lib Kaddafi degan nom oldi. Muammar hokimiyatni qo'lga olganida Liviya xaritada qora tuynik edi. Afrikaning eng qashshoq mamlakati. Bu yerda neft xalqqa emas, balki korporatsiyalarga tegishli edi. Amerikaliklar neftni tortishardi. Britaniyaliklar pulni sanashardi. Liviyaliklar esa ochdan o'lmaslikka harakat qilishardi. Ammo bir necha yil o'tgach hamma narsa o'zgardi. Muammar g'arbdan ruxsat so'ramadi. U shunchaki shunday dedi: "Endi neft bizniki. Bizni nonimiz, bizni suvimiz, bizni kelajagimiz." U neftni milliylashtirdi. Chet el kompaniyalarini haydab chiqardi va birinchi marta pul birovning cho'ntagiga emas, balki davlat byudjetiga tushdi. Faqat reformani birinchi yilida milliard dollardan ortiq va elita uchun saroylar o'rniga maktablar, shifoxonalar, uylar qurila boshladi. Kecha ko'chalarda yashagan liviyaliklar bugun bepul uy-joyga ega bo'ldi. Ta'lim va tibbiyot bepul, benzin suvdan arzon. Yoshlar uchun esa grantlar, stipendiyalar, chet elda o'qish imkoniyatlari. Uylandingmi? Davlat pul bilan yordam beradi. Bola tug'ilsa, nafaqa olasiz. Agar biznes ochmoqchi bo'lsangiz, sizga foizsiz kredit berishadi. Mazza. Kaddafi aytdi: "Uy har bir insonning huquqidir." Va bu shior emas, qonun edi. 1980-yillarga kelib, Liviya Afrikaning eng boy davlatlari qatoriga kirdi. Yashash darajasi bo'yicha Italiya va Britaniyaga qaraganda yuqori. Kechagacha echki boqib yurgan xalq bugun mashinalar minyapti. Universitetlarda o'qiyapti va ipoteka so'zini bilmay yashayapti. Ammo eng muhimi bu qadr-qimmat tuyg'usi edi. Odamlar o'z mamlakatining boyligi birovlar uchun emasligiga, kuchli, mustaqil davlat ekanligiga ishonishni boshlagan edi. Bu yerda davlat rahbari begona elchixonalarda o'tirmaydi, balki o'z shartlarini belgilaydi. U AQSh va Britaniyaning harbiy bazalarini yopdi. Koloniyachilarni chiqarib yubordi va ularga ochiqchasiga dedi: "Sizning davrlaringiz tugadi. Endi taqdirimizni o'zimiz hal qilamiz." Shunda butun dunyo tushundi. Bu odamni boshqarib bo'lmaydi. U sotilmas, ta'zim qilmas va bo'ysunmas edi. U o'z mamlakatidan tashqari hech kimga xizmat qilmaydigan noyob rahbar edi. Mustaqillik o'zi noyob sovg'a. Kaddafining kamchiliklari yo'qmidi? Albatta. Har bir rahbar va har bir tizim ideal bo'lmagani kabi, Kaddafi yo'l qo'ygan bir necha xatoliklar ham bor edi. Hech kimga bo'ysunmayotganingda ertami kechmi senga qarshi hamma birlashadi. U xalaskor sifatida ish boshlab, oxir oqibat tizimga aylandi.
Bir paytlar o'sha o'zi kurashgan tizimga. Kaddafi korrupsiyasiz, partiyalarsiz, sotqin siyosatchilarsiz yangi Liviyani qurishga ishonardi. Ammo u dushmanlarini tozalagan sari uning dushmanlari ko'payib borgandi. U parlament, partiyalar, saylovlarni bekor qildi. Xalq mamlakatni o'zi boshqaradi dedi. Lekin amalda hammasini uning o'zi hal qilardi. U muxolifatning og'zini yopdi. Maxfiy politsiya kiritdi va qo'rquvni kundalik hayotni bir qismiga aylantirdi. Shubha qilganlar daraksiz yo'qolib ketgan. Paxta qo'yganlar yaxshi yashashgan. U o'zini hokimiyat Bibliyasi, yashil kitobini yozgan. Unda shunday yozilgan: partiyalar aldov quroli, demokratiya tuzoq, haqiqiy hokimiyat xalq komitetlarida. Lekin bu qo'mitalar uni o'ziga bo'ysunardi. U xalqning ovoziga aylandi, xalq esa uning ovozini aks sadosiga. Asta-sekin hokimiyat g'oyab bo'lmay qoldi. U uning nafasiga aylandi. Oldida faqat yaqinlari qoldi. Qarindosh urug'lar, generallar, unga bo'lgan muttaham odamlar. U endi mamlakatni qurishni to'xtatdi. U taxtni qo'riqlashni boshladi. Tan ma'noda tillodan qurilgan taxtni, oltin divanlar, oltin pistoletlar, kumush bilan bezatilgan samolyot va bokira qizlardan tashkil topgan qo'riqchilar, Kaddafini amazonkalari. U arab afsonalaridagi podshohga o'xshardi. Ammo bu parda ortida qo'rquv yashirilgan edi. Ana shunda dunyo unga boshqacha ko'z bilan qaray boshladi. Vatanparvar sifatida emas, balki neft va raketalar deb aqldan ozgan ahmoq sifatida. U hali ham hamma narsani nazorat ostida ushlab turibman deb o'ylardi. Lekin allaqachon u chegarani o'tib bo'lgan edi. G'arb unga dushman ko'z bilan qarardi. U tahdidga aylandi. Diktator bo'lgani uchun emas, juda ham uzoq vaqt mustaqil bo'lib kelgani uchun. Avvaliga undan qo'rqishdi. Keyin uni ustidan kulishdi. Keyin esa yo'q qilishga qaror qilishdi. Kaddafi jim turmadi. U g'arb terrorchilar deb ataganlarga yordam berdi. Iroq, Qizil armiya, Falastin guruhlari. Uning uchun bular ozodlik kurashchilari edi. 1986-yilda Berlindagi diskoteka portlashidan keyin aybdor deb Liviya e'lon qilindi. Reaganning javobi oddiy: bombalar. Ular to'ppa-to'g'ri Livan poytaxti Tripoli ustiga tushdi. Tinch odamlar halok bo'ldi. Bu ham Kaddafini to'xtata olmadi. Bir necha yildan so'ng Lokerbey ustida portlash sodir bo'ldi. 270 kishi halok bo'ldi. Va yana Kaddafi aybdor. Garchi hech qanday dalil isbotlanmagan bo'lsa ham, mamlakatga sanksiyalar kiritildi. Avia blokada, iqtisodiy izolyatsiya. Dunyo Liviyani arvoh mamlakat deb e'lon qildi. U tirik qolishga harakat qildi. Bosin ostida aybni tan oldi, kompensatsiya to'yladi. Ommaviy qirg'in qurollari dasturini yopdi. AQSh va Yevropa bilan do'stlashishga harakat qildi. Lekin uning eng asosiy jinoyatini kechirmadilar. Mustaqillikni. U yana Afrika haqida gapirishni boshladi. Oltin dinor haqida, dollardan mustaqillik haqida. Va o'shanda 2011-yilda unga qarshi butun dunyo turdi. Avval ko'chalar, keyin NATO. Arab bahori norozilik sifatida boshlandi va aniq harbiy operatsiya sifatida yakunlandi. Odamlar ozodlik uchun kurashayotganiga ishongan bir paytda demokratiya logotipi bor samolyotlar shaharlarni vayron qildi. AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya, Arab amirliklari, Qatar hamma birdaniga inson huquqlarini eslab qoldi. Bu vaqtda Liviya ustida dronlar turardi. Tripolini bombardimon qilishdi. Kaddafining bolalari halok bo'ldi. U kelishishga harakat qildi. Muzokaralarga chaqirdi. Biroq Gaga allaqachon uni hibsga olish uchun order yozib bergan edi. Uning boshi uchun $1,5 million belgilashgandi. Keyin esa tamom. 2011-yil oktyabr. Kaddafi kolonnasiga hujum qilindi. U yaralangan, qo'lga olingan, xo'rlangan va o'ldirilgan. Uni qo'lga olish va o'ldirish kadrlari shunchalik shafqatsizki, ularni ko'rib ichim vijirlab ketdi. Afsus, bunaqa kadrlarni YouTube'ga joylay olmayman. Bloklab qo'yish mumkin. Kaddafini o'z xalqi tomonidan xo'rlangan kadrlarni Telegram kanalimda qoldiraman. Uni tirigini boshqa hech kim ko'rmadi. O'ligini butun dunyoga ko'rsatishdi.
Jasadini muzlatkichga joylab, shahar markaziga qo'yishdi va millionlab odamlar ag'darilgan diktatorni ko'rish uchun kelishdi. O'sha kun u bilan birga u qurgan Liviya ham vafot etdi. Bugungi kunda G'arbga quloq solmaydigan har qanday odamni diktator so'zi bilan atash modaga kirgan. Ammo hamma bir xil emas. Masalan, Turkmanboshi. Har bir binoda portretlar, oltindan yasalgan haykal, soqol va uzun soch taqiqlangan shahar, ilm o'rniga o'zini ruhnoma kitobi. Uni o'qiyapsiz, tamom. Imtihonlarni topshirdingiz. Lekin xalq bundan yaxshi yashab qolmadi. Gazga ega eng boy mamlakat. Ammo aholining yarmi qashshoq. Gaz bepul, to'g'ri. Lekin bo'sh muzlatkich bilan nima foydasi bor? Endi esa Kaddafi. Unda ham tillolar, portretlar, lekin bu portretlar ortida real natija. Uning davrida Liviya Afrikaning eng boy mamlakatlaridan biri edi. U odamlarga nafaqat pul berdi. U ularga qadr-qimmat hissini berdi. Uning boshqa diktatorlardan farqi bitta. Ular o'z atrofida buyuklik qurgan bo'lsa, Kaddafi o'z mamlakati atrofida buyuklik qurdi. Ammo dunyo bosh egmaganlarni yoqtirmaydi. Va Kaddafi boshqalarning qoidalari bo'yicha o'ynashni xohlamaganda, dunyo shunchaki o'yin qoidalarini o'zgartirdi. U aqldan ozgani yo'q. U shunchaki qulay bo'lmay qoldi. U yomon bo'lgani uchun xalaqit bermadi, balki o'ziga xosligi uchun. Uni shafqatsizlik uchun o'ldirishmadi. Shafqatsiz rahbarlar hali ham yetarli. Uni mustaqillik uchun o'ldirishdi. Eng muhimi, u o'z mamlakatini sotishdan bosh tortdi. U Afrikani qarz tagida emas, balki o'z oltinida, o'z yerida, o'z neftida yashashini xohladi. Va shu bilan u o'ziga hukm chiqardi. Undan keyin Liviya ozod bo'lmadi. U shunchaki begona davlatga aylandi. Bugun u himoya qilgan neft Yevropa tomonga oqib ketyapti. U bir paytlar liviyaliklar uchun o'z jonini qurbon qilgan bo'lsa, bugun ular chet elda ish qidirmoqda. Tirikligida undan qo'rqishardi. Vafot etgach uni sog'inch bilan eslashadi. U 42 yil davomida mamlakatni ushlab turdi. Tashqi qarzsiz, xalqaro fondsiz, g'arb kreditlarisiz. 42 yil hammaga qarshi. To'g'risini ayting. Shuncha yil taxtni ushlab turgan nechta rahbarni bilasiz? Va shu bilan birga o'z mamlakatini sotmasdan, u avliyo emasdi. U inson edi. Kuchli tomonlari bilan, xotiralari bilan, g'ururi bilan. Lekin boshqalar yolg'on qurgan payt, u hech bo'lmaganda mamlakat qurdi. Endi esa u yo'q. Qumdan ko'targan davlatni yana qaytib qum ostiga botirdilar. Endi bugun Liviyaga qarang. To'g'ri, diktatorsiz, Kaddafisiz, erkinlik bor. Faqat hayot yo'q. Biroq unutmang, haqiqiy boylik bu nafaqat neft yoki hokimiyat, balki yaqinlaringizdadir. Ularni asrang, seving va hamisha o'z boshingiz bilan o'ylang. Chunki hayotda eng to'g'ri yo'l odatda eng og'ir yo'l bo'ladi.